Dada. Yangi raqs o'rgandim. Uni kimdir yana boshladi bu. Yangi raqs o'rgandim, dada. Nima raqs o'rganding? Xo'da yutgan ilov raqsini. Nima raqs o'rganding? Xo'da yutgan ilov raqsini o'rgandim. Uni kimdir qachon odam bo'lasan? Ha? Qachon? Bo'ldi qiling dada. Stilist bo'ldim ham yo'qmadi sizga. Raqqos kasbini tanladim, bu ham yo'qmadi. Nima qilay, nima kasb tanlay? Tradingchi bu. Tradingchi? Nima u? Binance yuklab oldi. U ya BYD olib kel. Profildagi link orqali Binance Lending sahifasiga o'tib, BYD yutib olish imkoniyati bor. Faqatgina BYD emas, boshqa sovg'alar ham bor. Ro'yxatdan o'tgandan keyin o'zing referral havolangga olasan-da, do'stlaring taklif qilasan. Qancha ko'p do'stlaringga taklif qilsang, shuncha ko'p spin aylantirish va sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasan. Bitta narsani esingda saqla. Do'stlaring taklif qilganingda, do'stlaring KYC bosqichidan o'tish kerak. Tushundingmi? Yo, dada baribir tushunmadim. Men shu o'zim kasbim yaxshi o'ynayman, pul topaman-da diskotekaga.